tug'ruq jarayoni nima ekanligini bilmaslik yoki tug'ruq jarayonidagi shu vaziyat o'zi tabiiy fiziologik holatmi, fiziologik holat emasmi, nima qilish kerak? Mavhumlik ko'proq ayolni qo'rqitadi-da, keyin ayol har xil istericheskiy holatlarga beriladida, bu tug'ruq jarayonini qiyin ketishiga sababchi bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ayol kishi 9 oy davomida malakali mutaxassislarning darslarini olib, nafas mashqlari, tug'ruq jarayonlari, tug'ruq tartiblari, tug'ruqda nima qilish kerak, kimni quloq solish kerak, keyin nima bo'ladi, hamma narsaga emotsional ruhiy tayyor bo'lishi kerak. Ko'pgina holatlarda hozir ko'rayotgan paytimizda birinchi tug'uvchilarda axborot yo'qligi va bu tug'ruq jarayoni nimaga olib kelishini bilmaganligi, mavhumlik ayol kishida juda ham katta qo'rquvga sababchi bo'ladi. Qo'rquv esa uyquni buzilishiga, uyquni buzilishi esa tug'ruq jarayonlarini ritmik boshlanib, ritmik davom etishiga to'sqinlik beradida. Shu sababli o'ylaymanki, ayol kishi 9 oy davomida malakali mutaxassislarni, ya'ni shunchaki kimnidir tajribasidan o'tib, oson tug'dim, mana shunday qilsam, mana shunday oson tug'dimda, mani kursimni olinglar degan emas, aynan malakali mutaxassislarni, diplomированный mutaxassislarni darslarini sotib olib, shu narsa bo'yicha tayyorlanishlarini tavsiya bergan bo'lardim.